Qish qattiq keldi. Tizza bo'yi qor. Osmondan elaklab un elanayotganday. Malika bostirmani yonidan pechkaga sig'adigan kurakchani va kichkina cho'ltoq supurgini olib kelgunicha kovushi qorga to'ldi. Bu uydagi hamma og'ir yumush uning bo'ynida. Har holda u shunday o'ylaydi. Erta tongdan cho'g'i o'chgan kulni olib pechka yoqish, ko'mir kelsa uni tashib olish, qo'shnisini qudug'idan suv keltirish, yoz bo'lsa go'ng ivitib, tappi yopish. Barchasi 9-sinfni bitirayotgan Malikaning gardanida. Ular oilada 3 qiz, 2 o'g'il. Opasi Mavluda 11-sinf o'quvchisi. Singlisi O'g'iloy o'zidan 2 yosh kichik. Ukalari hali maktabga chiqmagan. Malika avval derazalarni ochdi. So'ng cho'kkalab o'tirib, pechkani temir eshigini ohista tortdi. Kutganiday bir xokandoz chiqadigan kul tunuka qoplangan yerga to'kildi. U qancha sekin harakat qilmasin, ko'mirni kuli to'zg'ib, avval oqlangan pechkani ustidan qo'nim topgan bo'lsa, keyin tokchalar va pardalarni zabt etdi. Qiz har engashganida o'z-o'zidan ko'zlari qisilib, burnidan kelgan nafasni bo'g'zida ushlab, chetga qarab kalta-kalta yo'taldi. Kun sovuq bo'lganiga yarim kechasi ham ko'mir solishgandi-da. U og'irgina 2 chelak iliq kulni hovli adog'iga to'kib kelayotgan edi. Yo'lakda oyog'ini qorini to'p-to'p to'kib, qo'ng'ir paltosi ustidan katta puxavoy ro'molini yelkasi aralash tashlab olgan buvisini ko'rib, istiqboliga yugurdi. Buvisi mahkam bag'riga bosib ko'rishdi. Muzdek lablari bilan qattiq-qattiq o'pib, qayta bag'riga bosdi. Molxola tomondan qo'lida sut to'la chelak ko'tarib kelayotgan onasi ham volidasini ko'rib shoshib qoldi. Chelagi bilan yuguraman deb chayqalgan sutni birozini yerga to'kdi. Malika chopib borib, onasini qo'lidan chelakni oldi. Ona bola doimgidek yig'lab ko'rishdi. Buvisi hamma nevarasi bilan bag'ir bosib ko'rishib, O'g'iloy solgan ko'rpachaga joylashib oldi va kaftini ochib uzoq duo qildi. Gulnoza shundoq sovuqda yo'qlab kelgan volidasini o'tkazgani joy topolmaydi. O'g'iloyni yerto'laga yugurtirdi. Kompot, murabbo, bahorda o'zi kuvda pishirib eritgan saryog'idan quydi. Orada sindirgan nonlarni onasini yoniga surib, "Opa, oling, sutga qorib kechagina yopganman." Indamay dasturxon popugini o'ynab o'tirgan onasiga termilib, "O'zingiz yaxshimisiz? Islom yaxshimi?" dedi. Shu payt kutilmaganda buvisi yelkalari silkinib yig'lamoqqa tushdi. Gulnoza tik ketib o'rnidan turib, onasi o'tirgan tomonga o'tib, uning yelkalaridan quchib ko'z yoshini artdi. Keyin ovozi titrab, "Opa, yig'lamang, opa." Ko'z yoshini artib yana onasiga tikildi. "Juda ham to'ydirvordi. Bo'lmasa shu sovuqda kelarmidim." Sojida buvi hiqillab davom etdi. "Tag'in ham shundoq G'azalkentda poyezddan tushsam, Xumsonga bittagina taksi turgan ekan. Dasturmoliga ko'z yoshini burni aralash artib, bir nuqtaga tikilib qoldi. Malika bir unsiz ko'z yosh to'kayotgan onasiga, bir g'aribgina bo'lib, yelkalari cho'kib o'tirgan buvisiga qarab, ko'ngli buzilib, uni ham o'pkasi to'ldi. "O'zi aytmayman degandim. Birrov ko'rib kelaman. Harni hovrim bosiladi deb yo'lga chiqqan joyim edi." Buvisi ancha tin olgandan so'ng xo'rsinib davom etdi. "Otang rahmatli, ikkimiz tilab topgan, halol yedirgan edik. Bilmayman, bu kelin qaysi gunohimga jazo bo'ldi. Cholim chin dunyoga ketib qutuldi." "Islom indamayaptimi, ona?" Gulnozani ovozida alam bor edi. Bolam-ey, ukangga uni hunarlarini aytib bo'ladimi? O'zi kasal bo'lsa. Mayli, bolalariga o'zi bosh bo'lsin. Ikkalang ham o'zingdan tin. Dunyoda senlardan boshqa kimim bor? 4tasini tuproqqa berib, qariganda topganim senlar-ku." Sojida buvi toliqib qoldi. Gulnoza ilkis Malikaga bir qaradi, so'ng onasiga dadil boqib, "Bo'ldi, opa, Malikani sizga beraman. Men qiz bo'lib bir xizmatingizni qilmadim. Kelinga kuningiz qolmasin. Qancha yumushingiz bo'lsa mana, qizim qiladi." Sojida buvi ko'zlarini qisib, qiziga tikilib, "Sadirjon, kuyovingizni o'zim ko'ndiraman. Toshkentda hamshiralikka o'qitamiz deb bir aytgandim o'zi. Qachongacha sizdan xavotir olib o'tiraman. Eng to'g'ri yo'l shu." Malika o'zini taqdiri lahzalarida hal bo'lganiga esankirab o'tirardi.
Malika tog'orachaga suv tayyorlab, idish-tovoqlarni yuvyapti-yu, noxush xayollar tinchlik bermaydi. U qanday qilib buvisini uyda yashaydi? Axir ota-onasidan ayro bir kun ham begona joyda tunamagan. Opa-singlisi bilan sirlashib chiqadigan xonasini, sevimli kravatini har qanday oromgohdan ustun ko'rgan qiz bu uydan butunlay ketishini o'ylab o'pkasi to'ldi. Otasining kiyimlarini opasi Mavluda va o'g'iloyga bermay, o'zi mehr bilan dazmol qilar, ishdan kelgan dadasiga hamma kiyimlarini taxt qilib qo'yganini e'lon qilib, bir olam maqtovga ko'milardi. Oilada 5 farzanddan faqat Malikagina otasi kabi badiiy adabiyotga oshno edi. Kechki ovqatdan so'ng ota-bola kitob muhokamasiga kirishsa, qolganlari esnab birin-ketin o'rnidan qo'zg'alib, televizor qarshisidan joy olishardi. U qorong'ida sirpanib ketmay deb, mayda qadamlar bilan tog'orachadagi idish yuvilgan suvni maxsus qazilgan o'raga to'kib, o'choq boshiga qaytayotgan edi. Yo'lakni chirog'i yoqilganidan otasini kelganini sezdi. Har doimgidek yuragi xapqirib, istiqboliga yugurdi. Ammo shu lahzada birdan qalbini tushunarsiz noxushlik egallab, qadami o'z-o'zidan sekilladi. "Onash, hali uxlamadingmi?" Otasi odaticha boshidan bir o'pib, qo'lidagi yelim xaltani uzatdi. Mehmonxonani yoniq chirog'iga ishora qilib, "Mehmon keldimi?" "Sojida buvim keldilar", dedi Malika. Otasi to'g'ri mehmonxona tomon yurdi. Zinada oyoq kiyimini yechib, "Bismilloh" deb ichkariga kirdi. Malika dadasi yechgan oyoq kiyimini juftlab, sovuqda qolmasin deb ichkariga olib kirdi. Sojida buvi engashib turgan kuyovini yelkasiga ikki qo'lini qoqib ko'rishdi. So'ng uzoq duo qildi. Orada Sadirjon "Amin" deb turdi. Hol-ahvol so'rashganlaridan so'ng Malika kutganidek onasi issig'ida muddaoga o'tdi. "Adasi, onam sho'rlik ancha qiynalib qolibdilar. Gapirsam gap ko'p." "Tinchlikmi? Mazangiz yo'qmi?" samimiy so'radi Sadirjon. Sojida buvi ko'zlarini yerga qadab bir xo'rsinib qo'ydi. Gulnoza avval onasiga bir qarab, keyin eriga yuzlandi. "Uydagi kelin arazlab bir hafta daf bo'lib ketibdi. Onam bechora shuncha kun issiqsiz qolibdi. Ukam borib olib kelibdi. Yalinib olib keldi deb battar kuchga to'libdi bezbet." Sadirjon charchab kelganigami, ularni betoqat eshitdi. Keyin hamon serrayib turgan qiziga qarab sekingina, "Malikam, kiyimlarimni ber qizim", deb turishga chog'landi. U xonadan chiqib ketayotganida Gulnoza ovozini xiyol balandlatib, "Shunga Malikani oyim bilan jo'natamizmi deb turuvdim. O'qishini o'sha yoqda davom ettiradi", dedi. Sadirjon taqqa to'xtab, xotiniga ajablanib qaradi. So'ng eshitilar-eshitilmas, "Maslahat qilarmiz", dedi. Malika dadasi uni olib qolishidan umid qilgan edi. Tabiatdan ko'ngilchan otasi bu safar ham xotiniga yo'q deya olmadi shekilli. Buvisi 2 kun ularnikida turdi. Bu orada Gulnoza eri bilan pana-panada Malika yuzasidan tortishib oldi. Oxiri ko'z yoshiga erk berib, maqsadiga erishdi. U erta tongda buvisi bilan Toshkentga ketadi. Onasi shu qishki ta'til oralig'ida maktab hujjatlarini ham to'g'rilarmish. Shundoq yaxshi maktabi, dugonalari So'lim Xumsonni tashlab shaharga yo'l oladi. U yerdagi o'quvchilar rosa olifta bo'lsa kerak. Otasini sog'insa nima qiladi? Salomiga zo'rg'a alik oladigan kelinoyisi bilan qanday yashaydi? Ko'z yoshlari yostig'ini ho'l qildi. Sekingina o'rnidan turib, oyoq uchida yurib hovliga chiqdi. Muzdek havo yuziga urildi. Oppoq qor ta'siridanmi, hovli yorug' edi. Kunduzgi bulutlar tarqabdi. Osmon yirik-yirik yulduzga to'la. Havo ochiq bo'lgani uchunmi, kun har doimgidan ham sovuq. Usti yupun bo'lganiga eti uvushib xonasiga qaytdi. Tong sahardan onasi sariyog', qurut, patir, turshak solib xaltalarni tayyorlashni boshlab yubordi. Malika onasi qayta-qayta aytganidan keyin bir ikkita kiyimlarini yo'l sumkasiga hafsalasizgina joylay boshladi. Opasi Mavluda negadir uni ketayotganiga u qadar e'tibor bermadi. Ammo singlisi O'g'iloy yoniga cho'kkalab o'tirdi va bo'g'oq ovozda, "Opa, siz ketsangiz men nima qilaman? Kim bilan maktabga boraman? Ingliz tilidan kim yordam beradi?" dedi hiqillab. Kechadan buyon uni ketayotganidan hech kim xafa emasligini taxmin qilib ko'ngli o'ksib yurgan Malikaga
O'g'loyning so'zlari so'nggi tomchi bo'ldimi, singlisini quchib yig'lab yubordi. Ularni G'azalkenddagi elektr poyezd stansiyasigacha otasi o'z mashinasida olib bordi. Malika mashinani muzdek oynasiga boshini tirab ketib borar ekan, oppoq qorga burkangan kengliklarga qarab shundoq bo'g'zidan bo'g'ib turgan yig'isini qo'yib yuborgisi keldi. Ammo 2 tomchi achchiq ko'z yosh bilan kifoyalandi. Mashinadan tushganlarida xayrlashish uchun bag'riga olgan otasini paltosini yuziga bosdi. Dadasi uni momiq sharfini to'g'rilay turib, "Onam, o'zingni ehtiyot qil. Yaxshi qiz bo'l. Haftani oxirida Toshkentda ishim bor. Yoningga boraman. Maktabingga ham uchrashaman", deb boshidan ohista o'pib qo'ydi. Keyin sovuqdan qo'nishib turgan qaynonasiga qarab, "Oyi, yaxshi yetib olinglar. Malikani sizga topshirdim", deb yuklarini olib bekatga qarab yurdi. Malika otasini ortidan horg'in ergashdi. Shu payt buvisi sirpanib yiqilay degan edi, chaqqonlik bilan uni suyab qo'ltig'idan oldi. Qish kunlari bir tutam shom qorong'usida uyga yetib kelishdi. Darvoza qiya ochiq ekan. To'g'ri buvisini xonasiga qarab yurishdi. Uy bolalar o'yinchoqlari, kiyimlari bilan betartib sochilib yotar edi. Buvisi ovozini balandlatib, "Odam bo'lmaydi bular. Yo'g'imda uyimni otxonaga aylantirgan. Xas Sulaymon o'lib devlar qutuldi deganda", dedi yozg'irab. Malika nima qilishni bilmay serrayib turdi-da, keyin o'zi 2 xonadan iborat shu uyni keyingi xonasiga kirib kiyimlarini almashtirib chiqdi. O'yinchoqlarni bir chekkaga yig'ayotgan edi. Eshikdan biri 5, biri 6 yosh jiyanlari kirib kelishdi. 5 yoshli Odina Malikadan begonasirab turdi-da, keyin bir chekkada xo'mrayib o'tirgan buvisining istiqboliga chopib borib, "Buvi, nima olib keldingiz?" dedi yelkalariga qo'lchalari bilan beozor urib. "Salom qani? Kelmasimdan narsa so'raysan." Keyin bir chekkada turgan Olimaga qarab, "Sen nega serayib turibsan? Yig' anu ko'ylaklaringni, olib chiqib ket." So'ng dovdirab turgan Malikaga yuzlandi. "Bor, oshxonaga chiqib bitta choy qo'yib kel. Bu yerda o'zing uchun o'l yetim." Uning oxirgi jumlalari, yetim degan so'zi shundoq ham to'kilib turgan qalbini ag'dar-to'ntar qilib yubordi. Oshxonada Malikani ko'rgan Dilbar Kenoyisi hayron qoldi. U sekingina, "Assalomu alaykum Kenaya", dedi. Dilobar qizga boshdan oyoq tikilib turib, keyin nimadir esiga tushgan odamday, "Va alaykum assalom, qachon keldingiz? Opam ham keldimi?" "Yo'q, buvim ikkimiz hozirgina kelgandik, shunga buvim choy icharkanlar", dedi. Dilobar indamay cho'g'imni jo'mrakdan vashillab tushgan suvga chayib yuborib, keyin to'ldirib gaz plitasiga olov yoqdi. Sukunat. Cho'g'im tagi ho'l bo'lgani uchunmi, gaz biroz vishillab turib, bir maromda yondi. Malika beixtiyor olovga tikilib, xayol surib qoldi. Jimlikni Dilobarni o'ktam ovozi buzdi. "Yuring, mana bu piyolalarni oling", deb o'zi non solingan xalta va qand qurs ko'tarib odimladi. Buvisi hamon xontaxtaga tirsaklarini tirab, chimirilib o'tirgan ekan. Eshikdan Malika bilan boshlashib kirgan kelinini salomiga "Valey", deb chetga qaradi. Keyin chuqur uh tortdi. Dilobar indamay dasturxon tuzadi. Ortiqcha manzirat qilmay qaynonasiga, so'ng Malikaga choy uzatdi. Keyin buvim bilan choy ichaman deb dodlagan qizlarini qo'llaridan siltay-siltay olib chiqib ketdi. Ularni g'azabli nigohi bilan kuzatib qolgan Sojida buvi eshik yopilishi bilan yuziga ko'tarinki kayfiyatga monand tus berib Malikaga, "Ol bolam, choyingni ich. Sovuqda jonimizdan o'tib ketdi. Ol, ichingga issiq kiradi", dedi. Malika buvisi endi o'ziga kelib qolganiga hayron tikilib turgan edi. Qo'lida patnis bilan kelnoyisi kirib keldi. U shoshilmay bitta kosada ichiga qoshiq solingan qatiq, shisha idishda pomidordan tayyorlangan ikra va 2 kosada moshxo'rda qo'yib Malikaga, "Oling", deb qaynonasiga qaraganda, uning chir o'girgan yuzini ko'rib indamay chiqib ketdi. Malika ixtiyorsizgina kosadagi ovqatga qoshiq solib aylantirib o'tirdi. U bolaligidan moshxo'rda icha olmaydi. Nimagadir ko'ngli ozadi. Uyda moshxo'rda tayyorlashgan kuni onasi hamisha unga o'zlari kichkina kartoshka deb ataydigan yupqagina to'g'ralgan kartoshkalarni qizigan yog'da qovurib tayyorlanadigan ovqatni tayyorlab berar edi. U bir zumgina o'z uyida bo'lib qolishni orzu qilib o'ksib o'tirardi.
Eshik sharaqlab ochildi. Quloqchini bor, kurtka kiyib, qo'llariga qo'lqopi bilan yugurib kirgan Ibrohim avval buvisiga yelka tutib, keyin Malikani quchoqlab oldi. Birgina shu quchoq mehr oldida Malikani qalbi yorishdi. Ajabo, buvisi Ibrohimni jerkmadi. Aksincha uni mahkam bag'riga bosib, otam-ku o'zimmi? deb yonboshidagi sumkasini titib, yo'lda olgan shokoladni uzatib, qip-qizarib ketgan yuzlaridan cho'lpillatib o'pib qo'ydi. Malika o'ziga qarab iljayib turgan jiyaniga "Nechinchi sinf bo'lding?" dedi. Ibrohim hamon iljayib, biroz manqa ovozda "4-chi" dedi. Malika dasturxonni yig'ib, joy solishga hozirlandi. Anchagacha uyqusi kelmadi. Telefonini olib o'g'iloyga "Uyga ketgim kelyapti" deb yig'lagan stiker jo'natdi. Keyin rosmana ko'z yosh to'kdi. Yana telefonini qo'liga olib, singlisi hali o'qimaganini ko'rib, jo'natgan xabarini o'chirdi. Xo'rsinib ko'zlarini yumdi. Avval otasidan eshitgan, keyin o'zi o'qigan Hazrat Navoiyning Dilorom va Bahrom hikoyasida Diloromning badarg'a qilinishida necha kun asarni ta'siridan chiqa olmagan edi. Hozir esa o'zini ham Dilorom kabi eng qadrli inson tomonidan badarg'a etilganday his etib, o'smir qalbi o'ksidi. Malika ko'zlarini ochib, bir muddat qayerda yotganini anglamay turdi-da, keyin naq peshonasidagi qandilga qarab ux tortib, sekin o'rnidan qo'zg'aldi. Dilobor kelinoyisi qachon uyg'ongan ekan-a? Dasturxon tuzab qo'yibdi. Qaynatilgan tuxum, yormadan bo'tqa, ichiga murabbo surtilgan bilinchik iliqqina ekanligiga qaraganda yaqinda pishgan. Buvisi "Ol ye" deb dasturxonga imladi. Eshik ohista ochilib, Islom tog'asi kirib keldi. Ishga otlangan chog'i kiyinib olgan. U Malikani ko'rib, doimgidek past ovozda "Mehmon kelibdi-ku. Malika, yaxshi keldingmi?" deb qo'l berib ko'rishdi. Keyin yana ohista ovozda opasini, pochchasini so'radi. Buvisi tog'asini salomiga eshitilar-eshitilmas alik olib, "Xotining qani? O'zi ichmas ekanmi?" dedi. "Odinani kiyintiryapti, bog'chaga tashlab o'taman", dedi tog'asi. "O'zi olib borsa bo'lmas ekanmi? Seni ishdan qoldirmay", deb buvisi piyolaga solingan qoshiqni asabiy aylantirdi. Tog'asi indamadi. Malika sezdi. Ishtahasi bo'g'ilibmi, tuzuk quruq hech narsa yemay o'rnidan qo'zg'aldi. Odinani yetaklab kirgan xotiniga asabiy ammo past ovozda "1 soat bo'ldi, tayyormi?" deb uni javobini ham kutmay, qizini qo'lidan tortqilab chiqib ketdi. Dilobor kelinoyisi esa erini ortidan indamay ergashdi. Dasturxon to'kin bo'lsa ham Malikani tomog'idan hech narsa o'tmadi. Erini kuzatib kirgan kelinoyisi indamay o'tirib, u bu narsa tamaddi qilgan bo'ldi. Malikani hayratlantirgan narsa, kelganidan beri buvisi bilan kelinoyisi tuzuk quruq gaplashmadi. Ularga qaray turib, onda-sonda kelib turadigan, oyisiga har so'zlaganda "Gulnozaxon jon bolam" deb lutf qiladigan dasturxon boshida uzundan uzoq duo qilib, o'g'lini peshonasidan o'pib ishga kuzatadigan latofat buvisini esladi. Malika kelinoyisiga dasturxonni yig'ishga yordamlashgan bo'ldi. Oshxonada piyolalarni chayib, xayol surib, sochiqqa artayotgan kelinoyisini qo'lidan sochiqni oldi. Shu payt buvisini ovozini eshitib, o'zini chaqiryapti deb o'ylab, oshxona eshigini ochib quloq soldi. Buvisi kavushini kiyib, telefonni qulog'iga tutib hovliga chiqar ekan, "To'xta, hovliga chiqdim. Uyda antenna yo'qmi, eshitilmayapti", deb biroz jim qoldi. Kelinoyisi indamaygina kartoshka olib archmoqqa tutindi. Endi buvisini ovozi baralla eshitilar edi. "Ha, yuribdi gezarib. Men yeb quruq qolganday endi bolani bog'chaga olib borishni ham eriga yuklabdi. Bir qadam joyiga borsa oyog'i yeriladi. Qo'yver Gulnoz, Malikani qo'shib yuborib yaxshi qilding. Beminnat bir piyola choy beradi." Buvisi qizi, ya'ni Malikani onasi bilan gaplashayotganini tushungan Malika uyatdan yerga kiray deb, halidan buyon suhbatini indamay eshitib, kartoshka archib o'tirgan kelinoyisiga beixtiyor yalt etib qaradi. Dilobarni ikki yuzida yosh dumalab, ko'zlari ham jiqqa yoshga to'la edi. Malikani bir savol qiynaydi. U yosh boshi bilan sog'inch, hijron azobida bu yerda nima qilyapti o'zi? Qiladigan ishi onda-sonda issiq choy damlash, buvisining kelinidan shikoyati-yu, shu kelini tufayli tog'asi yurak kasalini orttirib olganini eshitib o'tirish,
ammo 70 dan oshgan buvisi ancha tetik. Uzuqo'n qo'lidan telefon tushmaydi. Xonasiga nevaralarini kiritmaydi. Devordagi ilgichga osib qo'ygan sumkasini ichida yo'q narsani o'zi yo'q. Pryanik deysizmi, olmami, qog'ozli har xil konfetlar. Malikaga ham u bu narsa uzatgan bo'ladi, lekin qizning tomog'idan o'tmaydi. Uyning sog'inchi, oilasini hijroni qiynaydi uni. Sojida buvisi gapga ketdi. Qarindoshinikida yotib qolar ekan. Malika zerikib telefonini qo'lga oldi. Eshik ohista ochilib, Dilobar kelinoyisi Ibrohim bilan kirib keldi. Keyin yo'g'on ovozda nimagadir kelinoyisining ovozi do'rillab eshitildi. Malika, oyijon bugun kelmasalar kerak. Ibrohim siz bilan yotsin, qo'rqib qolmang, dedi. Malika iljayib turgan Ibrohimga kaftini tutdi. U odaticha iljayib besh tashladi. Kelinoyisi chiqib ketgach, ikkalasi telefonda film ko'rishdi. Bir tomonga og'ib uxlab qolgan Ibrohimning yostig'ini to'g'rilab, ustiga ko'rpa o'rab qo'ydi. Keyin yana o'g'iloyga uyini sog'ingani haqida yozdi. Malika cho'chib uyg'ondi. Bir zum nimaga ilkiz uyg'onganini tushunmay telefonini fonarini yoqdi. Sal narida chalqancha yotgan Ibrohim xurrakka o'xshash xirillagan ovoz chiqardi-yu, bir muddat jim bo'lib qoldi. Og'zini katta-katta ochib olgan bolaga qarab, Malika shoshilib tashqariga yugurdi. Hovlida sirpana-sirpana jon holatda tog'asi va kelinoyisini derazasini taqillatdi. Uxlab yotgan Ibrohimning peshonasini ohista silab o'tirgan kelinoyisi g'amkin tovushda: "Malika, Ibrohim sizning ham yuragingizni yordimi? Doktor aytganiga ancha bo'lgan. Burnini operatsiya qildirishimiz kerak. Yengil jarrohlik deyishgan. Shu kech bo'lsa nafas olishga qiynaladi, ayniqsa qishning kuni." Malika Ibrohimga ishora qilib: "Nima, ko'nmayaptimi operatsiyaga?" dedi. "Yo'q, bu uncha tushunmaydi ham. Tog'angiz, onam tiq tekkizma deyaptilar. Katta bo'lib qolsa qolib ketarkan deganlariga hech ko'ndira olmayapman. O'zi shu masalada tortishib qolib bir hafta tog'amnikida turib keldim." Malika bolalarcha soddalik bilan: "Nega oyingiznikiga emas, tog'angiznikiga bordingiz?" dedi ajablanganini yashirmay. "Otasiz o'sganman, onam bechora men yoshligimda o'lib ketgan ekanlar. Buvimning qo'lida katta bo'lganman. Onamning yuzini hatto eslolmayman. Hech kimga ota-onasiz ulg'ayishni ravo ko'rmayman." Uning ovozi titrab, ko'zlaridagi yosh chiroq yorug'ida yiltilladi. So'ng engashib, Ibrohimni peshonasidan o'pib: "Ayniqsa shu qora ko'zlarimga ravo ko'rmayman yetimlikni", dedi. Malika nimagadir o'pkasi to'ldi. Ich-ichidan o'ziga mana shu kunni ravo ko'rgan onasi va otasidan ham ranjidi. Dilobar ko'z yoshlarini kaftini orqasi bilan artib, Ibrohimning yostig'iga bosh qo'yib omonatgina yotdi. Keyin o'zingga shukur deb xo'rsindi. Malika ham horg'ingina yostiqqa bosh qo'ydi. Nimagadir o'z-o'zidan titroq bosdi. U kelinoyisiga sezdirmaygina o'zini peshonasini ushlab ko'rdi. Ibrohim kechqurun yana 2 marta nafas ololmay qiynaldi. Xayriyat, behalovat tundan so'ng yana tong otdi. Malika chanqab uyg'ondi. Tomog'ida qattiq og'riqni his qildi. Ko'ngli ag'darildi. U yoq bu yoqqa qaradi. Kelinoyisi ham, Ibrohim ham xonada yo'q. Bir amallab o'rnidan turib hovliga chiqdi. Sovuqqa chiqishi bilan qaltirog'i kuchayib, tishlari o'z-o'zidan takillay boshladi. Oyog'ida mador yo'qmi, tizzalari bukilib, eshikni kesakisidan ushladi. Uning ostonada qaltirab turganini ko'rgan kelinoyisi qo'lidagi qor kuraydigan kurakchani tashlab yugurib keldi. Qizni ikki yuzini kaftlari orasiga olib: "Malika, yaxshimisiz? Voy, isitmangiz bor-ku", deb qo'ltig'idan ushlab uyga boshladi. Isma tushiruvchi doridan so'ng yuzida bir bo'lak saryog'i erib, suzib yurgan sutni majburlab, o'zi kosani tutib qaynoq holda ichishga majburladi. Malika boshqa icha olmayman degandek yuzini burishtirib, boshini chayqab, kosani qo'li bilan itardi. Kelinoyisi afsus ohangda: "Kecha kechqurun yupun chiqibsiz-da o'ziyam. Ko'nglimga kelgandi. Terlab turgan bo'lsangiz, bolamni ahvolidan qo'rqib jon holatda yugurgansiz chog'i." Ibrohim masalasida shekilli tog'asi va kelinoyisi tortishayotganini eshitib yotgan Malika bu mashmashalardan charchaganiganmi yoki betoblik ta'siridanmi alam bilan ko'rpani boshi aralash tortdi. "Iltimos, ruxsat bering, o'zim olib boray doktorga.
To'kaygacha har safar nafasi ichiga tushsa yuragimni hovuchlab o'tiraman. Dilobarning ovozida yalinchoq ifoda bor edi. Doim oyim bir yoqqa ketsa Didiyoyni boshlaysan. Qayoqqa olib borasan? 1 so'm puling bormi? Sabr qil, yoz chiqsin. Bolang yuribdi-ku otdek. Siz kuni bo'yi ishtasiz, sezmaysiz. Ibrohim sal tez yursa yoki yugursa charchab qolyapti. Uning gapi bo'g'izda qoldi. Tog'asi soxta kulib, "Sal o'ylab gapir. Charchashni burunga nima aloqasi bor?" Endi ochiqchasiga xotinini ustidan kulardi. "Sen tayyor doktor ekansan-ku, buyuk shifokor." Malika darvoza taraqlab yopilgani va kelinoyisini izillab yig'laganini eshitib, yuragi siqildi. Holidan xabar olgani kirgan kelinoyisiga qarab nimadir deb dalda bergisi keldi. Faqatgina "Ibrohim tuzukmi?" deya oldi xolos. Dilobar qizni peshonasini ushlab turib, "Bilmasam, ko'nglim g'ash. Ta'til boshlanmasdan oldin olimani olgani maktabga borganimda Ibrohimni ham ustozga uchrashgandim. Ustozi, bolangiz darsda juda ham holsiz o'tiradi. Jismoniy tarbiyada ham ko'p-to'k o'ynasa ozgina o'yinga qo'shilganday bo'ladi-yu, keyin yana o'tirib oladi" dedi. "Nima qilay? Hech kimga tushuntira olmayapman. Tog'angizga hadeb gapirsam, siz bolamni yuragini siqmang deb oyjonni jahllari chiqadi." Malika unga katta odamday dardini aytib o'tirgan kelinoyisiga iliq nimadir degisi keldi-yu, lekin tiliga bir so'z kelmadi. Kun peshindan og'ganda darvoza qo'ng'irog'i ustma-ust chalindi. Bu paytda Malika yana alanga-yu otash bo'lib ismalay boshlagan, faqat qayd qilgisi kelardi. Birozdan so'ng qiz yotgan xonaga otasi kirib keldi. Malika nimagadir tush ko'ryapman yoki alahsirayapman deb o'ylab, indamay yotaverdi. "Onam, senga nima bo'ldi?" Otasi uning qoshiga uchib kelib, cho'kkalab o'tirgancha qizning qaynoq peshonasiga muzdek kaftini tutdi. Malika inqillab boshini ko'tarib, "Dadajon, keldingizmi?" deb yig'lab yubordi. Sadirjon Malikaning isitmasi balandligini darrov sezdi. O'zi kechasi qizini tush ko'rib, ko'ngli alag'da bo'lib uyg'ongan edi. Malika ketganidan beri uylarda va ko'nglida nimadir kemtikday yuragi siqilib yurdi. Keyin birinchi marta shu 3 ta qizini uzatsa, qanday ahvolga tushishini tasavvur qilib, go'yo yuragining bir cheti uzildi. "Malikam, nima bo'ldi onam? Muzdek narsa yedingmi?" Qizini terlaganidan peshonasiga yopishib, to'zg'igan sochlarini qo'llari bilan siypalab, tartibga keltirganday bo'lib, keyin ohista boshidan o'pib, "Dori ichdingmi?" dedi. Malika ko'z yosh to'xtamay boshini silkidi. Sadirjon choy damlab kirgan Dilobarga qarab, "Bo'lmasa, men buguncha Malikani olib ketaman. Oyimga aytib qo'yasiz. Erta-indin yana shaharga tushadigan ishim bor. Shunda olib kelaman. Menimcha uydagilarni ham sog'ingan chog'i." Dilobar indamay bosh silkib, uni gapini ma'qullaganday yerga qaradi. Dadasi mashinani old o'rindig'ini yana ham oldiroqqa surib, orqa eshikni ochdi. O'zining kurtkasini yostiqcha qilib, qizi joylashib yotib olishini kutdi. So'ng bosh silkib, Dilobar bilan xayrlashganday bo'lib mashinani burayotgan edi. Darvozadan yugurib chiqqan Ibrohimni ko'rib to'xtadi. Ibrohim hansirab Sadirjonga salom berib qo'l uzatdi. Keyin Malika yotgan orqa eshikni sekin ochdi. "Opa, iltimos yana keling, sizni sog'inaman", dedi jovdirab. Malika beholgina o'rnidan qo'zg'alib, uni quchdi. Yuzlari muzdek. Lablarining atrofi doimgidek ko'karib turgan Ibrohim qizni mahkam quchoqladi. Shahardan chiqqunlaricha ko'zlarini yumib, mashinani bir maromda tebranishidan uyqu elitayotgan qiz otasining "Xayrat, kun kech bo'lmasidan tirbandlikka qolmay shahardan chiqib oldik" degan xitobini eshitib, zilday tuyulgan boshini ko'tarib o'tirdi va mashina oynasidan atrofga boqdi. Yo'lning u betida qirg'oqlarini qor qoplagan Chirchiq daryosi ko'rindi. Ular Bo'stonliq tumaniga kirib kelganlarida mashinalar ancha siyraklashgandi. Daraxt tanalari quyuq qor bilan qoplangan. Shaharda biroz sovuq bo'lsa ham bunchalik qor yo'q edi. Yo'l chetida ustini oppoq qor qoplagan katta-katta xarsang toshlari bilan chiroyli edi qadrdon xumsoni. Nihoyat o'zlarini qadrdon muyulishiga burildilar. Ularning uyi Xumsonbuloq tomonda, tepalikda joylashgan. Otasi mashinani qiynamay, yaltiragan muzda sirpanayotgan ulovini sekin balandlikka qarab boshqarib borardi.
Malika kutganidek ukasi yugurib darvozani ochdi. Bitta tabaqasiga bir chekkada yotgan yarim tig'ishni chaqqonlik bilan tirab qo'ydi. Ikkinchi tabaqasiga o'zi suyanib, yupun kiyimda dildirab turibdi. Mashinani ichidagi Malikaga qarab, iljayib qo'lini silkidi. Gulnoza qizini kutmagan shekilli, u bilan ko'rishib turib, betobligini ham sezmadi. Indamay telpagini yechib, uyga kirib ketayotgan eriga "Tinchlikmi? Olib kelaman demagandiz-ku?" deb so'z qotdi. Sadirjon indamay uyga kirib ketdi. Keyin Malikaning rang-ro'yiga qarab, "Nima bo'ldi, tuzukmisan? Ranging bir ahvol. Tinchlikmi bolam?" deb qayta bag'riga bosdi. Malika indamay onasini quchdi. "Gulnoza, oyim yaxshimi?" dedi qizni bag'ridan bo'shatib. Malika bosh silkib, ha ishorasini qildi. Onasi iliq paxta yog' bilan tomoqlarini silab, bo'yniga issiq ro'mol o'rab qo'ydi. Keyin kukunsimon dorini suvda aralashtirib ichirdi. Xayriyat, Malika o'zini biroz yengil his qildi. Onasi kechki taomga chuchvara tayyorlagan ekan. Qatiq va mayda murch qo'shib terlab taomlandi. Necha kun deganda bugun yegani ichiga tushganday bo'ldi qizginaning. Qanday yaxshi-ya. Ota-ona quchog'i, opa-singillari va ukalari bilan bir dasturxonda o'tirish uning ruhiyatiga ajib ko'tarinkilik bag'ishlardi. Otasi ovqatga Fotiha o'qigach, opasi dasturxonni yig'ishtirdi. Singlisi issiq choy damlab, ota-onasini yoniga qo'ydi va hammalari ularni yolg'iz qo'yib, ichkari xonaga kirib ketishdi. Malika xonasining qadrdon hidi dimog'iga urilib, allanechuk ko'ngli ko'tarildi. Beixtiyor onasi va otasining suhbati qulog'iga chalindi. Dadasining ovozi balandroq eshitildi. "Baraka topkur, tuzalib olsin, bir gap bo'lar." Shu payt onasini telefoni chaqirdi. Malika tokchadagi telefonni qo'liga olib ekrandagi yozuvga ko'zi tushib xo'rsindi. Buvisi qo'lini uzatib turgan onasiga tezgina telefonni tutqazdi. "Allo, oyi yaxshimisiz? Tinchlikmi, nega yig'layapsiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kelin ketib qoldi? Janjal ham bor bo'lsin-a?" Malika juda uzoq safardan kelganday, uyining har bir burchagi ko'ziga qadrli ko'rinardi. Necha kun deganda bugun miriqib uxlabdi. O'zini ancha tetik his etib, darrov uy yumushlariga yordamlashishga tutindi. O'g'loy bilan Malika uylarni saranjomlaguncha Mavluda sariyog'li pechenye pishiribdi. Ifori hatto hovlini tutib ketdi. Onasi yonib turgan pechkaga qaynatma sho'rva solib qo'yibdi. Hammasi qandaydir yoqimli va qadrdon islar bilan qorishiq ajoyib manzara edi. Malika kayfiyati ko'tarilib, hovliga chiqib, qadrdon qishlog'i havosidan to'yib simirdi. Keyin shundoqqina yalang'och teraklar ortidan ko'rinib turgan qorli cho'qqilarga tikildi. Yozgi oshxonada kichkina kursichaga o'tirib olgan, jon jahdi bilan chanasini oyoqlarini qumqog'oz bilan ishqalayotgan Sanjarni yoniga borib, cho'kkalab o'tirdi. Sanjar burnini tortib, yengi bilan peshonasiga tushgan quloqchinini bir ko'tarib qo'ydi. Keyin kattalardek salmoqlab, "Opa, mana ko'ring, oynadek yaltiradi. Qanaqa zanglagan edi. Endi buni uchishini ko'rasiz" dedi. "Oho, rosa ter to'kibsan-ku, qoyil", deb chanani aylantirib ko'rdi. Shu payt onasining "Malika, o'g'loy bu yoqqa" degan xitobi yangradi. U uyga kirarkan peshayvonda turgan fil surati tushirilgan jigarrang qadrdon sumkani ko'rib, ko'ngli yorishib ketdi. Latofat buvisi tikka turgan, Mavluda ko'rpacha solayotgan ekan. Buvisi o'zini mahkam quchoqlab olgan Malikani peshonasidan o'pib, qayta quchoqlab, keyin ko'rpachaga o'tirdi. So'ng uzundan uzoq duo qildi. Orasida "Qizlarimga ham yaxshi joydan ato qilsin" degan so'zlariga Malika yonida o'tirgan Mavludani biqiniga sezdirmay turtib hazillashdi. Tushlikda bir dasturxonda o'tirib, buvisining qiziq hayotiy hikoyalarini tinglashdi. Savollarga ko'mib tashlashdi. Latofat buvisi 40 yil maktabda boshlang'ich sinflarga dars bergan. Shundanmi butun qishloq yosh u qari uni ustoz deb hurmat qiladi. Tushlikni ko'pincha ishxonada qiladigan otasi ham onasining daragini eshitib, qo'yni qo'nji to'lib kirib kelib qoldi. Kichkina Sobirjon buvisini pinjiga tiqilib, "Bugun yotib qolasiz-a?" deydi. Buvisini tasdiq ishorasidan so'ng 10 ta barmog'ini yozib, "Shuncha kun" deydi erkalanib. Hamma turli tuman savol berayotgan pallada Sanjar ham quruq qolmay dedimi, har qalay zo'r yangilik aytganday, "Buva, Malika opam Toshkentga ko'chib ketdi. Endi o'sha yoqda o'qiydi. 2 kunga uyga kelgan."
dedi va gapini tasdiqlashini kutib opasiga tikildi. Buvisi birdan o'ychan qiyofaga kirdi-yu, avval chordana qurib boshini egib o'tirgan o'g'liga, keyin dasturxon popugini o'ynab o'tirgan keliniga savolomuz tikildi. Erining indamay o'tirganini ko'rib, Gulnoza tutila gap boshladi. Shu oyimlarni biroz mazasi yo'q edi. Kelin ham bolalardan ortib yaxshi qarolmadimi deymanda, ozgina qarab tursa deb, keyin o'qishini Toshkentda davom ettiradimi deb o'ylagan edik, dedi biroz jonlanib. Latofat buvisi birdam tin oldi. G'alati sukunat. Hatto kichkina Sobirjon ham buvini og'ziga tikildi. Bolam, onajoningizni o'ylaganingiz tahsinga loyiq. Avvalo sizdek farzandlar bor bo'lsin. Ammo Malika hali oq-qorani tanimaydigan o'smir bo'lsa, o'smir yoshda farzand ota-ona bag'rida bo'lish kerak. Ayniqsa qiz bola. O'qishiga kelsak, maktabni bag'ringizda bitirsa, esini tanib, balog'at yoshiga yetib o'zini eplaydigan bo'lgandan so'ng oliygohga qadam qo'yish uchun shaharga otlansa boshqa gap. Menga qolsa, qudamni shu yerga olib keling. Toza havo dardlarga darmon bo'ladi. Sadirjon ham ularga o'g'illari qatori o'g'il. Halidan buyon boshini quyi solib o'tirgan o'g'liga qarab, bolam, ertagayoq qudamni olib kel, dedi gap tamom degandek. O'rtadagi jimlikni Gulnozaning telefonini musiqasi buzdi. Gulnoza telefon ekraniga qarab, kechirasiz degancha boshini qimirlatib, qo'lini ko'ksiga qo'yib tashqariga otildi. Oradan biroz vaqt o'tmay, ko'z yoshi duv-duv to'kilib, hiqillab kirib keldi. Eng birinchi Sadirjon, tinchlikmi? Dedi o'rnidan turib. Gulnoza eriga emas, qaynonasiga qarab o'pkasini bosa olmay, ukam Islom qo'ng'iroq qilyapti. Ilhomni burnini operatsiya qildiraman deb xotini doktorga olib borgan ekan. Uning ovozi balandlab yig'iga qorishib ketdi. Tahlillarni ko'rgan doktorlar bolani yuragi parok ekan, ancha o'tkazib yuborilgan deyishibdi. Dedi-yu ko'zlaridan oqqan yoshlarni artmay yig'layverdi. Sadirjon xotiniga tikilib turdi-da, keyin hammaga bir-bir qarab chiqib, so'ng yana ovozini chiqarib yig'layotgan Gulnozaga yuzlandi. Onasi, bo'ldi, sal og'irroq bo'l. Chorasi bordir. Hozir tibbiyot ancha rivojlangan, dedi biroz ovozini ko'tarib. Gulnoza endi avjiga chiqdi. Sizga aytishga oson, bitta-yu bitta jigarimni yolg'iz o'g'li bo'lsa. Uning so'zlarini qaynonasi keskin bo'lib, bolam to'xtating yig'ini. Yig'i chaqiradi. Undan ko'ra duo qiling. Yordam berish yo'llarini o'ylash kerak. Kun kech bo'lmay otlaning. Sadirjon birga borib keladi. Bolalardan xavotir olmang. Men shu yerdaman. Bunday vaziyatda jigarlar birlashadi. Har qanday sinov yolg'iz yelkaga og'irlik qiladi. Qani turing, dedi. Gulnoza yig'idan to'xtab eriga javdirab, olib borasizmi, dedi. Sadirjon boshini ohista silkidi va telefonidan yo'l-yo'lakay kimgadir qo'ng'iroq qilib o'rnidan turdi. Malika hovliga chiqdi. Ko'z oldida, "Opa, iltimos, yana keling, sizni sog'inaman", deb javdirab turgan Ibrohim gavdalanib yig'lab yubordi. Keyin oyoq kiyimini bog'ichini bog'layotgan otasini yoniga borib, "Dadajon, iltimos, men ham sizlar bilan boray, Ibrohimni bir ko'ray." Otasi tabiatiga xos sokinlik bilan bosh irg'ab, "Otlan." Yo'llar yaxlagani uchunmi, otasi mashinani ehtiyotkorlik bilan sekin boshqarib borardi. Otasi bir nuqtaga tikilib jim ketyapti. Sukunatni otasini past ovozi buzdi. Onasi, "Kechagi ona bola sigirni pulini oldim. Hozir ularga pul juda kerak." Onasi to'lib turgan ekanmi, ovozini baralla qo'yib yig'lab yubordi. Keyin yoshli ko'zlari bilan eriga qarab, "Rahmat dadasi, boringizga shukr." Indamay yo'lga tikilib, rulni boshqarib ketayotgan otasiga qarab, Malika uni quchoqlab olgisi keldi. Kech orasi shaharga kirib borishdi. Bu yerda yo'llar ochiq ekan, faqat juda ham tirbandlik. Darvozani itarib ko'rgan Gulnoza uni ichkaridan qulflanganini ko'rib asabiy ura boshladi. Birozdan so'ng buvisining "Hozir" degan ovozi eshitildi. Sojida buvi qizi bilan kuyovini ko'rib shoshib qoldi va Gulnozani quchib yig'layverdi. Malika chaqqonlik bilan ko'rpacha soldi. Jihozlar qayerda turishini ancha bilib qolgan edi. Darrov nam sochiq bilan xontaxtani ustini bir sidra artib oldi. Kattalar bir-biri bilan so'rashguncha qadar choy damlab keldi. "Ona, nimaga ertaroq olib bormagansizlar doktorga? Shunchalik ham beparvo bo'ladimi?" Gulnozani ovozi yig'i aralash edi.
Sojida buvisi xo'rsinib, ko'z yoshini nimchasini cho'ntagidagi dasturmol bilan artib oldi va keyin gap boshladi. Qo'rqqanim bo'ldi. Bilasan, 4 jigar poramni yerga berganman. Bolalarim sal o'ynab ko'zga ko'rinib qolganda to'satdan nobud bo'lib, meni telba qilayozdi. Sendan 2 yosh katta akangni eslaysan, Nosirjon. Ibrohimni yoshida nobud bo'ldi. O'shanda doktorlar operatsiya qilish kerak deb turib oldi. Otang rozilik berib qo'yibdi. Operatsiyadan chiqmadi. Kirib ketayotgandagi javdiragan ko'zlari bir umr meni ta'qib qildi. Buvisi charchab qoldi. Birozdan so'ng yana davom etdi. Shifokorlar aybni o'zimga ag'dardi. Kech olib kelgansiz deb. Shu bo'ldi, doktor desa jonim qolmaydi. Tig'dan qo'rqaman. Ibrohimim boshqacha. Yana dasturmolini olib ko'zlariga bostirdi, so'ng davom etdi. Xuddi shu Nosirjonimga o'xshaydi. Shunga ko'p mehr bervordim shekilli. Xudoga xush kelmadi. Kimni ko'p yaxshi ko'rsang, shu bilan sinalasan deyshadi-ku. Buvisi yerga qarab tortdi. Halidan buyon onasini so'zlarini goh yig'lab, goh tinchib eshitib o'tirgan Gulnoza, "Opa, siz 40 yil oldingi meditsina haqida gapiryapsiz. Hozir unday emas. Rivojlanish katta. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Islom bilan gaplashdim. Yuragidagi teshik bitmagan va biroz kattalashgan ekan. Doktorlar ham tug'ma nuqson, nasldan o'tgan. Kutib vaqt yo'qotmay jarrohlik stoliga ertaroq tayyorlaymiz deyshibdi." Ha, ukang ham ertalabdan buyon pul izlab kirmagan ko'chasi qolmadi. Kelin ham o'zim sepiga qilgan tillalarini sotdi. Qurib ketsin, bolam sog'aysa bo'ldi deb o'zim ham hamma tillamni berdim. Keyin ovozi titrab qo'shib qo'ydi. O'limligimni pulini ham berdim. Bolaginam tuzalsinchi, o'ligim ko'chada qolmas, deb titroq kaftlari bilan ko'z yoshlarini sidirdi. Halidan buyon indamay o'tirgan otasi qaynonasiga qarab, "Oyi, puldan xavotir olmang. Biz ham biroz olib keldik. Yetmasa yana topamiz, oshna og'ayni" degandek. Sojida buvi endi rosmana yig'lab kaftlarini duoga ochdi. "Bolam, tuproq olsangiz oltin bo'lsin. Ilohim kam bo'lmang. Dunyo turguncha turing. Yolg'izimni yonida akadek yelga tutib turibsiz. Aziz boshingiz omon bo'lsin", deb qo'llarini baland ko'tarib, boshi aralash yuziga fotiha tortdi. Hammalari omin deb jo'r bo'lishdi. Dadasi sekin hovliga chiqdi. Malika nima qilishini bilmay oshxonadan choyni yangilab keldi. Buvisi bir maromda so'zlar, onasi quloq qoqmay tinglardi. "Men biroz haddimdan oshdim shekilli bolam. Kelin ham yetimlikda o'sgan qiz. Ko'z yoshini ko'p to'kdimmi deyman, qariganimda bu balo boshimga keldi." "Yo'q-ey, ona, unday demang. O'zingizni, ichetingizni yemang", dedi Gulnoza. "Rost bolam, tinchlik, xotirjamlik degan ne'matni unutib qo'yibman. Bir kunda uyim ag'dar to'ntar bo'ldi. Hammasi har yoqqa tarqab o'tiribman shumshayib." Yana yig'iga zo'r berdi. Gulnoza esa onasini quchib, qaynonasidan eshitgan jumlalarini takrorladi. "Yig'lamang oyi, yig'i chaqiradi." Malika buvisiga, oyisiga va o'ziga 2 qavat ko'rpacha solib, ular ko'ndalang uy deb ataydigan xonaga joy hozirladi. Otasi ertaga kelarman deb Xumsonga jo'nab ketdi. Buvisini aytishicha, Ibrohimni kelasi hafta operatsiya qilishar ekan. Hozir shifoxonada ekan. Odina bilan Olimaga Dilobor kelinoysini tog'asini ayoli qarayotgan ekan. Onasi ertaga shifoxonaga ko'rgani borarkan. Malika ham birga borishini ko'ngliga tugib, yostiqqa bosh qo'ydi. Ertalabki choyni ichib bo'lib, onasi bilan buvisi chuchvara tugishga kirishib ketdi. Sho'rvasini qizil qilib qaynatib, chuchvaralarni pishirib olib, 7 ta kosachaga suzib, 7 ta qo'shniga berishdi. O'zining ishidan biroz mamnunlikmi, xotirjamlikmi tuygan buvisi qizi va nabirasiga qarab, "Bolam eson-omon bag'rimga kelsin ilohim. Joni uchun jon atadim, jonliq so'yaman", dedi. Onasi ham issiq ovqatdan 1 litrli bankaga solib, ustini sochiq bilan o'rab, shifoxonaga otlanayotgan edi, telefonni chaqirdi. Qo'lini yuvayotgani uchun telefonni yelkasi bilan qulog'iga qistirib, "Ha, Islom, nima gap? Ibrohim yaxshi ekanmi?" dedi. Keyin shoshib telefonni qo'liga olib kursiga o'tirib qoldi. "Qanaqasiga?" Uning ovozi balandladi. Buvisi qaltirab yerga o'tirib qoldi. Chuqur-chuqur nafas olganidan yelkalari baland ko'tarilib past tushardi.
Nihoyat Gulnoza yoshli ko'zlarini onasiga tikdi. Xayriyat, operatsiya muvaffaqiyatli o'tibdi. Keyin yelkalari silkinib yig'lay boshladi. Buvisi hamon hech narsani tushunmay Malikaga bir qiziga jovdiraydi. Gulnoza biroz o'zini bosib olib gap boshladi. Sizni xavotir olmasin deb jarrohlik bugunga rejalashtirganini aytishmagan ekan. Ukam sho'rlik, shuning uchun tonggacha hovlida yurib chiqqan ekanda jigarim, deb yig'layverdi. Buvisi bechora mushtdek bo'lib, g'ujanak bo'lib yig'ladi-ya. Malika sekin borib uning yelkalaridan siladi. Allohim, o'zingga shukr Allohim. Tilida faqat shu jumlalar aylanardi. Ular shifoxonaga kirib borganlarida koridordagi charm o'rindiqda Islom tog'asi va uning yelkasiga holsiz bosh qo'yib kelinoyisi o'tirardi. Malika rosti kelinoyisini tanimay qoldi. Ko'zlari ich-ichiga botib, rangi bir holatda. Dilobor hamma bilan bag'ir bosib ko'rishdi. Qaynonasi ikkisi bir muddat bir-birini quchib, yig'lab olishdi. Tog'asini aytishicha, operatsiya udachni chiqibdi. Doktorlar hammasi joyida deyishibdi. 8 soatlardan keyin ko'rishga ruxsat berishar ekan. Ibrohim Malikani tanib, ko'zlarini horg'in ochib biroz kulimsiradi. Malika unga yaqinroq borib, "Ibrohim, tezroq sog'aygin. Ta'tilda seni qishloqqa olib ketamiz", dedi. Jiyani uni eshitib, ko'zlarini yumib ochdi. Malika qadrdon qishlog'iga kirib borar ekan, bir haftalik musofirlik, oilasidan ayroq hijron damlari unga ko'p narsani anglatganini his etdi. Muallif Mahbuba Bahodir qizi. O'qiganlardan va duo qilganlardan Allohim rozi bo'lsin. Ilohim barchamizga manfaatli bo'lsin.